qayerda bir muvaffaqiyatli biznes ko'rsangiz, bilingki, kimdir o'sha o'zini vaqtida tavakkal qilgan. Asosiy jihatdan bittasi qachon pul keltiradi. Kremniy vodiysidagi IT kompaniyalarni hindistonliklar egallab olgan degan. Qiling 10 ta odam to'ladimi, demak 100 ta qilsa bo'ladi shuni. Bir kishi sizga uni yo'q, bo'lmaydi deyishga haqqi yo'q. Startapni qachon boshlash kerak? Qaysi etapda yani? Nafas olayotgan havozdan tortib, shu atrofdagi muhit, tabiat ham shu sizga tadbirkorlikka Yangi startaplarni boshlashda eng ko'p takrorlanadigan xato. Menimcha oddiy yashovchi ham, oddiy fuqaro ham ingliz tilini bilish kerak. Misol, agar hozir Namangan bozorida ishlayotgan bo'lsangiz, ertaga Toshkent bozoriga chiqing. Toshkent bozoridagi O'rta Osiyo bozoriga chiqing. Venture fondlardan mablag' jalb qila oladi deyshadi. Dunyoni egallaylik, dunyo fuqarosi bo'laylik. Bilingki, qayerda natija bo'lsa, o'sha joyda qurbonlik bor. Kremniy vodiysida, Silikon vodiysida, Kaliforniyada. Chunki o'zi xohlagan yechim bilan mijozi yechim boshqa-dek baribir. Dasturchini rivojlanish xaritasini qanaqa tasavvur qilasiz? Eksperiment qilishdan charchamang. Tezroq amalga oshiring. Hamma harakat hayotimizda turgan hammasi algoritmdan iborat. Harakatlar chizib, yozib qo'yilgan. Millionlab dollar jalb qilib chet bozorlarga chiqib ketishdi-da. Assalomu alaykum hurmatli talabalar, o'quvchilar, obunachilar. Podkastlarimizni davom ettiramiz. Bugungi mehmonimiz IT Park O'zbekiston kompaniyasi startaplar bo'yicha mutaxassisi, startaplar bo'yicha ularni rivojlantirish bo'yicha maslahatchi va ushbu kengash raisi Usmonxon aka Rahimjanov bilan suhbat olib boramiz. Xush kelibsiz Usmonxon aka. O'zingizni batafsil tanishtirsangiz, biz ham siz bilan o'zi yaqinda tanishdik, juda ko'p tadbirlarda ko'rib turardik, lekin oxirgi tadbirdagi nutqingiz, shu aynan startaplar bo'yicha yoshlarga bergan tavsiyangiz Namangan Tech Summitida ko'rishgandik. Bizni dasturchilarimizni, o'quvchilarimizni juda ham bir to'lqinlantirib yubordi. O'zingiz batafsil tanishtirsangiz. Xo'p bo'ladi. Mening atim Usmon, asl Namanganlikman. Namangandasiz. O'sha Toshkentga 96-yil ketib qolganimcha, mana salkam 30 yil bo'libdi Toshkentdaman. O'zim politexda o'qiganman. Keyin magistraturani Angliyada moliya yo'nalishi bo'yicha himoya qilib kelganman. O'sha 2001-yil o'qib kelganimcha. Shundan buyon xalqaro tashkilotlarda ishladim. Davlat tashkilotlarida yaqinda mana shu IT Parkka konsultant bo'lib, o'sha startap ekotizimini rivojlantirish, startap studiyalarni yaratish, inkubatsiya dasturlarini amalga oshirish bo'yicha hozir maslahatchi sifatida ishlayapman. Shu 10 yildan beri, deyarli 10 yildan beri 15-16-yilda, 2015-2016-yilda Rossiyani Fond развития internet initiativ, o'sha internet tarmoqlari tashabbuslarini rivojlantirish jamg'armasi bor. Keyin Vысшая школа экономики degan shunaqa universitet bor. Shu ikkalasini yozgi maktabida borib o'qib kelib, shu startap 16-yildan beri startap tashabbuslari degan dasturni amalga oshirdik. 5 yil ishladik butun respublika bo'yicha. 1000 dan oshiq startaplar bilan ishlab, ularni 55 tasiga salkam $365,000 grant berganmiz. Har bitta startapga $5,000 dan. O'zi asli innovatsiyalar bilan 2010-yildan beri ishlaymiz. O'sha paytda Komitet по развитию науки и технологий deyiladi, KKRNT. Hozir endi innovatsiya vazirligi, endi hozir oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bo'lib ketdi. Shu innovatsiya bilan, venture jamg'armalari bilan shu 2010-yildan beri ishlaymiz. Mana salkam 15 yil bo'ldi. 15 yil. Va endi IT Parkda, bilasizlar, IT Park shu raqamli texnologiyalar vazirligining qoshida raqamli texnologiyaga asoslangan startaplarni rivojlantirish, IT xizmatlarini rivojlantirish, o'sha nima deydi, yoshlarni shu raqamli texnologiya sohasida o'qitish, salkam bir 15 xil OKED deydi, o'sha har xil faoliyat yo'nalishidagi tashkilotlarni rezidentlikka olib, shu rezidentlikka qabul qilingandan so'ng ularga juda ko'p soliq imtiyozlari beradi, tashkiliy imtiyozlarni beradi, chetga chiqish imtiyozlarini beradi. Yaqinda mana 357-qaror doirasida ham yana bir 6 xil mexanizm ishga tushirildi, startaplarga ko'maklashadigan. Bu agar nimada iqtisodiyot va fan moliya vazirligining qoshida startap yo'nalishini rivojlantirish kengashi ishga tushirildi. Ularning yo'l xaritasi tasdiqlanib, vazifalar belgilandi. Bundan tashqari shu IT Park qoshida IT Park Ventures ochildi. Oldin Aloqa Ventures juda faol ishlayotdi. Mana endi ikkinchi jamg'arma $10 million mablag'ga ega. Bundan tashqari agar startaplar qanaqadir inkubatsiya, akseleratsiya dasturlarida qabul qilinsa, chet ellarda ularning xarajatini yarmisini qoplab berish yoki O'zbekistonda o'sha startap rivojlantirish dasturiga qabul qilingan
xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bo'lsa, ular akseleratsiya yoki inkubatsiya dasturlari bo'lsa, ularning xarajatini yarmini qoplab berishga o'xshagan bir 6 xil mexanizm ishga tushirildi. Xullas, mana shu masalalarni hammasida qo'ldan kelgancha harakat qilib, shu Toshkentda, viloyatlarda ishlab yuribmiz. Nasib. Rahmat. Shunchalik bor bilimingizni IT Park ekosistemasida yoshlarga, yosh dasturchilarga tavsiyalaringizni berib boryapsiz. Hozir bir startap haqida gaplashamiz, lekin baribir shunaqa bir mutaxassis startapga hamma har xil ta'rif berishadi. Internetda ochsangiz ham kamida 3-4 xil ta'rif kelib chiqadi. Endi haqiqiy mutaxassisdan so'raymiz. Startap, Usmon aka, nima startap? Startap asli lug'aviy ma'nosi bu boshlash degan so'z. Endi siyosatchi uchun har qanday tadbirkorlik faoliyati ish joyi yaratadigan yoki daromad olib keladigan bir yo'nalish yoki bir tashabbus siyosatchi uchun startap. Lekin startapning asli klassik ma'nosini oladigan bo'lsak, bu texnologiya yo'nalishi, texnologik startap degani bu qanaqadir raqamli texnologiyaga asoslangan, takrorlanadigan va ommalashadigan, ko'lami kengayadigan, ko'lamlashadigan bir tadbirkorlik faoliyatini yoki biznes modelini biz startap deyishadi odatda. Ba'zi yoshlar aytishadi, daromad olib keladigan birorta soft yozsak, shu startapmi deyishadi. Shu to'g'ri? Endi u ham to'g'ri. Endi hozir kim startap nima desa, asosan shu startap mana shu shuncha mana ishlagan bo'lsam, kim nima desa, qaysi bir harakat qilayotgan bo'lsa, men bir harakatchini hech qachon yo'q, noto'g'ri yo bunday qilma demaymiz. Doim bos nima bo'lsa ham tezroq ishlasang bo'ldi. Chunki startap bu endi asosiy ta'rifi ommalashadigan. Ommalashadigan gapingizni bo'ldim. Yana bir yoshlar bir yo'la javob berib o'tib o'tasiz. Yana bir yoshlar aytishadi, soft yozilgan yangi biznes startap deyishadi. Juda ham bir soddaroq ta'rif berishadi. Endi startapda ikki xil narsasi bor. Mana innovatsiyalarni ham startap desa bo'ladimi? Innovatsiya degani endi bilasizlar, qanaqadir moddiy yoki ma'naviy manfaat keltiradigan bir ishlanmani startap desa, innovatsiya desa bo'ladi. Misol uchun mana koinotda bitta yangi planeta topsak, shuni innovatsiya deya olamizmi? Afsuski yo'q. Nimaga? Chunki undan 10 ta topsak ham u bizga hech qanaqa na ma'naviy, na moddiy bizga ta'siri, manfaati yo'q. Siyosiy bo'lishligi mumkin. Endi biz o'zbek olimlar topibdi, bir narsa deb nom beribdi deb qanaqadir bir ma'na nima bu, lekin bevosita manfaati bo'lmaganligi uchun innovatsiya deya olmaymiz. Innovatsiya deganda o'sha qanaqadir manfaat beradigan. Bu haligi dunyoda yangi Mendeleyev elementini topish shart emas innovatsiya bo'lishligi uchun. Shu qanaqadir manfaat keltirsa, o'sha innovatsiya bo'ladi. Mana oldin yo'q edi, hozir bor. Innovatsiyami? Ha, innovatsiya. Startap deganda endi ko'proq raqamli texnologiyaga asoslangan, asosiy lug'aviy ma'nosiga yoki klassik ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ommalashadigan va takrorlanadigan biznes model. Misol uchun mana buni aniq bir misoli bu Yandex Taksi. Mana siz ilovani ochasiz, bir kunda 10 marta, 100 marta foydalansangiz bo'ladi. Sizdaqa odamdan millionlab odamlar foydalanadi. U ham biznesga, ham haydovchiga, ham siz jismoniy shaxs sifatida foydalanuvchiga tushadi, mos tushadi. Nimaga? Chunki takrorlanyapti. Ommalashgan. Texnologiyaga asoslangan. Bir xil mana startaplarni aytishadi, yilda, oyda bir marta bo'ladigan yoki bir oddiy inson faktori bilan bog'liq bo'lgan bir qanaqadir tadbirkorlik yo'nalishini startap desa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, lekin u ommalashmaydi. U anu Google yoki Facebook yoki shu Yandex yoki kliklarga o'xshab ommalashmaydi. Endi startap uchun, siyosatchi uchun, hokim uchun, biron bir davlat idorasi uchun yoki o'sha yosh nimalarimiz uchun bu mikrosas bo'lishi mumkin, o'sha software as a service. Misol 5 ming ta, 10 ming ta mijozga ega bo'lishi mumkin, daromad keltirishi mumkin. Albatta startap desa bo'ladi. Lekin dunyoga tatiydigan, misol uchun nafaqat O'zbekiston bozorida, balki shu O'rta Osiyo, Yaqin Sharq yoki o'sha Yevropa, Amerika, Osiyo bozorlarida hamma joyda bir ishlatsa bo'ladigan bir startap bo'lsa, undan ham yaxshi. Tushunarli. Startaplarni baholashda mana biz IT markazimiz Algoritmda ham, biz hamkor IT kompaniyalarda ham yosh dasturchilar startaplarni olib chiqishyapti. O'zi odatda aytasiz, umuman dasturchilar startap qilgan shu ekosistemadagi hamma dasturchilar aytishadi. 10 tadan 2 ta, 3 tasi yoki bitta startap haqiqiy o'zini oqlab chiqadi va tirik qolib rivojlanadi. Venture fondlardan mablag' jalb qila oladi deyshadi. Yosh startapchilarimizga ular ertaga shuni baholashda dastlabki baholash mumkin bo'lgan shartlarni, kriteriyalarni ayta olasizmi? Shularga amal qilishsa ertaga to sizlarga yetib borgungacha ham ba'zilar
o'ylab ko'rishadi, bo'larmikin, bo'lmasmikin. Zo'r g'oyalar bilan chiqishyapti. Lekin internetni ochishadi, qilinganmi, qilinmaganmi? Qilingan ba'zilari, lekin ulardaqa bir mukammal qilinmagani ham bor yoki ular boshqacha yo'ldan yondashyapti. Ba'zi startaplarni bilasiz, ular paydo bo'ladi-da, uni ekvivalenti yoki shunga o'xshash boshqa startap paydo bo'lib, uni yo'qib ketadi. Masalan, bir paytlar shu Nokia kompaniyasini ham bilasiz. Nokia kompaniyasi butun bir mobil uyali aloqa bozorini egallagan. Keyinchalik o'zlari o'sha Windows operatsion tizimidan foydalanib, biz shundan ketamiz deyishdi. Bu yoqda Android paydo bo'ldi, yo'da iOS paydo bo'ldi. Bozorni berib qo'ydi baribir. Shuning uchun qanaqa maslahat berasiz yangi startap boshlagan yoshlarga, shu shartlarga amal qilsa, как minimum xatolarni kamaytirishadi? Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Kerakli savolni berdingiz. Hozir yoshlarimiz eng ko'p qiynaydigan savollardan bittasi. Misol mana ko'pchilik aytadi, "Men dasturchi emasman. Startap qilsam bo'ladimi? Men jamoam yo'q. Startap qilsam bo'ladimi?" yoki aytishadi yana "Mani mablag'im yo'q. Mablag' kerak menga, chunki dasturchilarga men pul to'lashim kerak" deyishadi. Bo'ladimi? Men hammaga aytaman, bo'ladi. Kimdir doim nimadandir boshlagan. Hech qachon bir kishi pop etib osmondan haligi bir biznes egasi bo'lib tushmaydi-da. O'sha Elon Musk oladimi yoki mana Elon Musk aytadiki, qayerda bir muvaffaqiyatli biznes ko'rsangiz, bilingki, kimdir o'sha o'zini vaqtida tavakkal qilgan. Kimdir shu birinchi qadamni qo'ygan. Shuning uchun men yoshlarimiz aytgan bo'lardimki, sizlar hech qachon o'ylamanglar. Misol uchun men bir narsani ustasiman, bugun vaqtim keldi yoki men ertaga yo indinga men boshlayman yoki hali tayyor emasman deb agar o'ylasangiz hech qachon tayyor bo'lmaysiz. Tezroq boshlash kerak. Birinchi qadamni qo'yish kerak. Hech qachon hech kim haligi bir narsani bilib, bir vaqti kelib bir osmondan vahiy tushib boshladi deb bunga topshiriq bo'lmaganda, hamma bir narsadan qiziqib boshlagan. Agar shu boshlamasangiz yana qolib ketaveradi-da, boshlash kerak. Bilganingizcha, hozir qo'lingizda bor, qo'lingizdan kelganicha bir narsa qilib boshlash kerak. Asosiysi endi startap boshlash uchun nima deydi? Hamma doim boshidan chiqqan birinchi g'oyasi bilan, qiziqqan sohasi bilan boshqasidan boshlaydi. Bu to'g'ri qadam. Lekin buni asosiy jihatdan bittasi qachon pul keltiradi. Qachon pul bir kishi bunga haq to'laydi. O'sha narsani unutmaslik kerak, men fikrim. Chunki startapchilarimiz bitta xatosi o'zi xohlagan narsani yasab qo'yishadi. O'zi xohlagan narsasini bozorga chiqquncha ko'p vaqt sarflab qo'yishadi. 3 oylab, 6 oylab, 1 yillab yo'q bo'lib ketishadi. O'zini xohlagan, o'zicha bilgan mukammal narsani bir olib chiqdim deb o'ylashadi-da. Tadbirda bir aytdingiz, tadqiqot qilishmaydi, kazdev qilishmaydi. Kazdev qilishmaydi. Kazdev degani endi customer development. O'sha mijozni og'riqli nuqtasini topish. Mijoz xohlagan bir yechimni qidirib topish. Chunki o'zi xohlagan yechim bilan mijozni yechim boshqa-dek baribir. Misol uchun sizga o'xshagan mijozingizni, o'sha sizga o'xshagan bir yechimingizni bir kishi 10 kishi baholar zo'rdir, lekin pul to'lamaydi. Endi biznes deganda, startap deganda bu pul topadigan bir yechim bo'lish kerak-da. Endi yechim deganda shu biron bir mijozni og'riqli nuqtasini topib, o'shaning ehtiyojini qondiradigan yoki muammosini yechadigan bir yechim bo'lish kerak-da. Shunda keyin u pul to'laydi. Endi pul jigardan bo'ladi deydi. Endi jigardan uzib bir narsa berish uchun o'sha qonish kerak-da, shu rozi bo'lish kerak shu bir yechimiga, boshqasiga. Shuning uchun men startapchilarimizga aytardim, mayli, o'zingiz xohlagan narsadan boshlang. Faqat tezroq. Eksperiment qilishdan charchamang. Tezroq amalga oshiring. 6 oylab, 1 yillab yo'q bo'lib bir narsalarni mukammal qilib bozorga chiqish shart emas. Mana bitta g'oyangiz bormi? Darrov mijozga boringda, shu mijozga pul topishini siraz oldingizga masala qilib qo'ying. Qachon sen pul to'larding? Nima bo'lsa pul to'larding? Qachon qaysi masalaga? Uning uchun bir o'zingiz qaytadan bir narsa yechimni qidirib topib, izlab, tadqiqot qilib, bu bir mehnat qilib sarf qilishingiz shart emas. Hozir mana o'sha ko'p olimlar aytishadi, startap qilish asosiy 3 ta manbasi bor deyishadi. Birinchisi ilhomlanish. Qaysidir bir men Turkiyada, Emiratda yoki bir kinoda yoki bir maqolada aytib ko'rdingizmi, shu bir xulosa, bir yechim yoki mana o'zingiz dasturchisiz, aytaylik, outsourcega ishlayapsiz. Bagajingiz ko'p, ishlanmalaringiz ko'p, shu bir narsa ustidan chiqqan, sizni fikringizcha o'ylaysiz, shuni shu qo'shsa, shunaqa qilsa, shu bir bozor topsa, pul topsa bo'larmikin dedingizmi, chaqdimi, o'sha chaqqan joydan boshlab darrov ishga kirishingiz kerak. Bir narsani oling, mayli 5 so'm topsin, 10 so'm topsin, glavoy siz pul topyapsiz. Bir kishi pul to'ladimi, demak haq yo'ldasiz. Demak, o'shani endi takrorlash harakat qiling. 10 ta odam to'ladimi, demak 100 ta qilsa bo'ladi shuni. Shu 100 ta qilish harakat qiling. 100 ta odam pul to'ladimi, demak siz уже nimadir topdingiz. Endi uni 1000 ta qilishga, 10 ming ta qilishga, 100 ming ta qilishga harakat qilib
jur'at qilib shunga tezroq harakat qilishda davom etish kerak. Shuning uchun men startapchilarga aytardimki, haq yo'l yo nohaq yo'l yo'q. Haq yo nohaq g'oya yo'q, u g'oya sizniki. Bir kishi sizga uni yo'q bo'lmaydi deyishga haqqi yo'q. Chunki sizni ichki tuyg'ungizni bilmaydi hech kim. Siz qancha g'ayratingiz borligini, xarakteringiz, kimligingizni hech kim bilmaydi. Siz shu paytda shu xarakteringizni yoshlarimiz o'zini xarakterini ko'rsatib, g'ayratini ko'rsatib, endi bir kishi albatta ko'p narsani eplolmaydi. Shuning uchun men ko'proq mana shu yig'ilishlarda aytaman, jamoat tuzinglar. Endi jamoada mana yana startapchilarimiz aytadiki, men o'zim yakkaman. Dasturchiga pul to'lashim kerak, jamoa bunga pul, qanaqa jamoa tuzaman desam, men ko'pincha aytaman, siz o'zi bitta g'oyaga ishondingizmi, o'sha jamoa sheriklaringizni ham ishontiring shunga. Ularga do'la bering, ulush bering, hissa bering. Masalan uchun mana menda 30%, senda 20%, senda 20%, shunda necha foiz bo'ladi? 70%. 30%ni kelajakka saqlab qo'ying, shu investitsiya ko'taraman deganingizni, jalb qilaman deganingizni shularga berasiz deyman. Shuning uchun men yoshlarga asosan aytgan bo'lardimki, qo'rqmanglar, cho'chimanglar. G'oya bormi? Amalga oshirib, endi bu degani hali bir kishidan qarz olib yoki bankadan bir narsa olib garovga qo'yib, haligi ishonmagan, bilmagan, tushunmagan narsasiga ko'p tavakkal qilib qarzi kirib ketish degani emas, lekin aqli yetganicha, bilim yetganicha qadam qo'yishdan cho'chimaslik kerak. Tushunarli, rahmat. Usmon aka, yaqinda shu tadbirda Kremniy vodiysida, Silikon vodiysida, Kaliforniyada bo'lganingiz va u yerda dasturchilar uchun yaratilgan sharoitlar, ekosistema va yangiliklar haqida juda ham bir qiziqarli faktlarni aytdingiz. Shu haqida qisqacha fikringiz, undan kelib chiqib ba'zi savollarim bor edi sizga. Xo'p, bo'ladi. Endi hamma startapchi menimcha shu Kremniy vodiysiga borish istasa kerak. Chunki men ham shu necha yildan beri men startap bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, qancha mablag'larni sarf qilib, g'oyalarni olib, hozir mana biz shogirdlarimiz, o'sha dasturlarimiz bitiruvchilari millionlab dollar jalb qilib chet bozorlarga chiqib ketishdi-da. Lekin startapchi sifatida shu Silikon vodiysiga hech bormagan edim. Qanaqa joy ekan bu, nima joy ekan bu deb qiziqib yurardik. Ko'p o'qiymiz. Palo Alto, Mountain View, Cupertino degan joylar, San Fransisko degan joylar qiziqardik. Kinolarda, nimalarda yangiliklarda ko'rardik. O'sha plug and play yoki Google ofislari, Facebook, boshqa xalqaro o'sha IT yo'nalishdagi katta tashkilotlarni havas qilardik. Borib ko'rdingiz? Ha, borib ko'rdik. San Fransiskoga borib ko'rdik. O'zi ham shu Dubayda Emirates degan aviakompaniyaning samolyotida uchdik. 15 soat 50 daqiqa uchdik. Bitta uchganda, ha. Juda qiziq bo'ldi bu ham bir, uni ham bir alohida aytib beraman. Shaharga tushdik. Shahar haqiqatan juda go'zal, subtropik shahar. Shu tabiati ham, o'simliklar, daraxtlar ham hammasi o'zgacha. Shahar o'zgacha. Shaharda misol uchun oddiy mana ko'chada yursangiz, reklamalar bor-ku, mana do'konlar, reklama, billboardlar bor, katta misol binolarning tepasiga yoritib qo'ygan reklamalar. Даже shulargacha startap haqida-da. Hayron qolasiz. Mana ko'chada yursangiz, shuna turgan joyingizda aylansangiz, atrofingizda bir 10 dan 20 tagacha reklama ko'rasiz. Har xil turli xil shitlarda boshqada hammasi deyarli mana shu texnologik yechimlar to'g'risida. Shu motivatsiya beradigan, yoshlarni bir narsa harakatga joriy qiladigan, butun bir shaharda даже shu nafas olayotgan havozdan tortib shu atrofdagi muhit, tabiat ham shu sizga tadbirkorlikka undab turadigan, bir rag'batlantiradigan, bir haligi bir yondashuv beradigan bir muhitga o'xshar ekan. Tadbirda bo'ldinglar u yerda? Ha, TechCrunch degan tadbirda bo'ldik. TechCrunch 24 disrupt deyishadi. Disrupt degani bu bezovta qil yoki yo'qqa chiqar yoki bir o'zgartir degan bir ma'noni beradi. Disrupt degani shunaqa disrupting technologies deyishadi. Disrupting degani shu bezovta qiladigan yoki yo'qqa chiqaradigan yangi bir yondashuvni yaratadigan texnologiya. TechCrunch bu dunyoda eng katta shu texnologiya yo'nalishidagi yoshlarni, startaplarni tadbiri. Dunyoda bir marta shu nimada San Fransiskoda bo'ladi. Shu yerda borib biz o'zbekistonlik 5 ta startap, jami 7 ta startapni shu qatnashishiga ko'mak berdik. Shu paytda men USAIDning loyihasida ishlardim. Shu loyihasidan doirasida mablag' ajratib ular bilan birga borib qatnashib keldik. Birinchi marta shu O'rta Osiyo shu katta hajmda ishtirok etishi. Nafaqat o'zbekistonlik, balki Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan borib birga o'sha yerda juda ko'p mana shu O'rta Osiyo davlatlari startapchilari borib qatnashdik. Bu yerda hozir Silk Road Innovation Hub degan shunaqa tashkilot ochilgan. Qozog'istonlik, o'zbekistonlik biz vatandoshimiz ikkovi bir bo'lib shunaqa akselerator ochishgan, inkubator. O'sha yerda ular o'zini birinchi marta O'rta Osiyo Silikon vodiysida degan bir konferensiya qilishdi. O'sha Jeff Bezos bilan Steve Jobs o'zini birinchi marta iPod yoki iPadlarni namoyish qilgan konferensiya zalida bo'ldi. O'sha sahnada bo'ldi. O'zbekistonliklar chiqib 100 dan oshiq venture jamg'armalari qatnashdi. 1000 dan oshiq qatnashchi bo'ldi.
bizning uchun qanaqadir bir sharaf, faxr bo'ldi. Shu joyga borib o'zbekistonlik startapchilarni olib chiqish yoki o'sha joyda bir tadbir o'tkazish ajoyib bo'ldi. Kremniy vodiysidagi IT kompaniyalarni hindistonliklar egallab olgan degan gaplarni ko'p eshitamiz. Ko'rdingizmi shu hindistonliklarni nima ekan, qaysi o'ringa bo'lsa, gen direktormi, uni zamimi hindistonliklardan qo'yishadi odatda. Bu shunaqa stereotip bormi yoki shu tendensiya shunaqami yo ular rostdan kuchlimi bizdan? Bizni bolalar, bizni dasturchilarimiz qachondir ularning o'rnini egallashi mumkinmi? Endi qarang, men shu AQSh g'arbiy sohilga birinchi marta borishim. Men sharqiy sohilga borgandim, o'sha tepada Chikagodan tortib pastda Severniy Karolina, New York, Washington, New Jersey hammasiga borib, sharqiy sohilning ko'p shaharlariga borgan edim. U tarafga birinchi borishim. Endi Amerika shunaqa yurtki, o'sha men San Fransiskoda ko'rdim, ko'chadagi 10 ta odamni bir ikkitasi mahalliy, oqtanli, o'sha mahalliy o'zini amerikaliklarga o'xshaydi-da. Qolgan 8 tasi kelgandi. Millati, tili, borsangiz kamdan kam shu ingliz tilini eshitasiz. Do'konlarda ham. Hammasi yo Meksika tilida, yo Portugal tilida, yo Hindiston tilida, yo Xitoyda, boshqada har xil tilda. Shuning uchun men o'sha yerda hayron bo'ldim. Umuman shu Amerikaga borganda har safar shunaqa tuyg'u bo'lardiki, Amerika bu dunyo davlati. Misol uchun hamma yurtdan bor. U yerda haqiqiy amerikalik degan menimcha faqat mahalliy o'zini indeyslari meni yurtim deya olsa kerak, chunki o'sha borgan oqtanliklar boshqasi bo'ladimi, ular ham asli kelgindi. Ikkinchi, uchinchi avlod o'sha yerda yashab, tug'ilib, o'sha fuqarosi bo'lib qolgan odamlarda. Shuning uchun men aytamanki, Amerika bu faqat indeyslar yurti. Bu yerda hozirgi mana yangi tizimlar ochilib, noqonuniy nima deydi, immigrantlarni hozir har xil nima boshiga kunlan solishyapti, haydashyapti, boshqa qilishyapti. To'g'ri, endi davlat bor, qonun bor, tizim bor. Qonuniy borish kerak, lekin men aytgan kompaniyani o'zida hindistonlik rostdan ko'pmi? Rostdan ko'p. Men aytgan bo'lardim, Amerika bu borib o'sha yerda kim yo'lini qilib topib yashagan bo'lsa, o'shalar yurtdi deb. Haqiqatan mana IT kompaniyalari ko'p. Men universitetda Stanfordga bordik, o'sha bizni kutib olib, aylantirib Stanford universitetini ko'rsatgan opa ham hindistonlik edi. Ko'p xalqaro tashkilotlarga borsangiz, o'sha CEOsi deydi hindistonlik. Mana Google'niki deysizmi, Facebook'niki deysizmi, boshqa deysizmi, hamma joyda shu hindistonliklar bor. Nimaga? Chunki hindistonliklar, men o'ylayman, ular matematikadan kuchli, IT dan kuchli, soni ham ko'p haqiqatan. Ular bizdan ko'ra ko'proq borgan, ertaroq borgan. Shu bizdan ko'ra shu ko'proq borgani uchun ular ko'proq joylarda imkoniyatlardan foydalangan. Endi shu immigrantlarni Amerikani rivojlanishda qo'shgan hissasi haqiqatan beqiyos. Chunki mana immigrant bo'lib borgan odam bu majbur bo'ladi nimadir qilishga. Chunki u yerda uyi yo'q, sharoiti yo'q, ota-onasi boshqa nimasi yo'q. Shuning uchun ular nimadir ish harakat qilib, yangiliklarni yaratib, bir o'zini bir yo'lini topishga harakat qiladi. Natijada o'sha mahalliy aholidan ko'ra o'zib ketadi. Nimaga? Chunki mahalliy aholi mana o'zimizdan qiyos, mahalliy aholi nima qiladi? Shu komfort zonasidan chiqib kelmaydi-da. O'zi 9 da ishga borib, 6 da ishdan kelib, dam olish kunlari oilasi bilan aytbitlarga chiqib keladi, yangi narsaga tavakkal qilmaydi. Borgan immigrantlar majbur bir yangiliklarga tavakkal qilishlarga majbur bo'ladi. Natijada bir narsaga ega chiqib, ustunlik ega bo'lib, shu bir katta kompaniyalardan boshlab ketadi. Men shu ko'p aytaman yoshlarimizga, men shu borgan taassurotlarimdan bittasi mana shu birinchi shok ketayotganimda bo'lsa, o'sha Emirates 380 degan katta samolyotga chiqqan bo'lsam, shu samolyotning kattaligini ko'rib, oldin aeroportlarda ko'rib hayron bo'lardim. Haqiqatan gigantda. Oldida turgan Boeing bizga o'xshagan Dreamlinerlar kichkina o'yinchoq samolyotga o'xshab ko'rgan. Endi ichiga chiqib ko'rganda bir boshqacha bo'ldi. Men shu birinchi taassurot olganim shu chiqdim. 3 ta katta salon, kengligi bir, bilmadim, bir 10 metr bor kengligi. Shu nech qator ham o'tirardi odamlar. Men shu Amir Temur bir aytgan so'zlari esimga tushdi. Amir Temur o'zini paytda biz qudratimizga shubha qilsang, biz qurgan binolarimizga qara deganda, haqiqatan shu Bibixonim yoki boshqani madrasalarni borib ko'rsangiz, Oqsaroyni ko'rsangiz, haqiqatan Shahrisabzdagi qoyil qolasiz. 600 yil oldin shu binolar qurgandi. Lekin menda shok bo'lgan narsa, o'sha samolyotga ichga chiqqanimda shu yevropaliklarga qarab men ham aytkim keldi-da, agar yevropaliklar agar bo'lganda aytgan bo'larmidi, shu agar biz qudratimizga qarasang, biz qurgan samolyotga qara deb qo'ygan bo'larmidi deyman-da. Ikkinchi shok shunaqa bo'ldiki, mana qaytyapmiz, o'sha 8 kun bo'lgan bo'lsak, shu TechCrunch tadbirida o'zimiz ham shu o'zbekistonliklar bilan uchrashuvlar o'tkazdik, O'zbekiston diasporasi bilan, shu dasturchilarimiz bilan, o'sha Silk Road Innovation Hub'da qancha tadbirlar bo'lgan bo'lsa, qaytayotganimda shu samolyotga yana qaytib chiqdik, yana shu San Fransiskodan Dubayga uchayotganimizda yana ikkinchi shok bo'ldi menda. Samolyot to'la hindistonliklar edi.
Mustaqillar. O'zbeklardan shu 3-4 ta edik xolos. Shu ham tadbirga borib qaytyapganlar. Dasturchilar deyarli hammasi. Deyarli hammasi shu Hindistondan, shu nima Silikon vodiysidan, San Fransiskodan, Manaman degan shahardan Dubay orqali yurtiga uchayotgan hindistonliklar. Menga alam qildi, nimaga o'zbekistonliklar yo'q? Qachon biz ham shunaqa samolyot bilan to'ldirib bu yoqdan bu yoqqa uchamiz? Qachon biz ham shu San Fransisko degan joylarda biz ham borib yashab, o'sha yerda dasturchilik qilib, tadbirkorlik qilib, shunaqa katta kompaniyalarga asos solib, o'shalarda ishlab, biz ham o'sha yurtlarda borib yashaymiz biz ham. Nima ulardan nimamiz kam? Ulardan qayrimiz kam? Yoki nima haqqimiz yo'qmi shunaqa qilishlikka? Chunki u San Fransiskoni oddiy tabiati ham bir o'zgachada. O'zgacha. U dasturchilar ular topayotgan pullarni ko'rsangiz, masalan, mana bitta o'zbek yigiti menga aytdiki, bir oyda $30,000 yaqin daromad qilar ekan. O'sha yerda Tesla mashinalarini haydab yuribdi. O'sha yerda hovlilarni ko'rsangiz, u mahallalarni ko'rsangiz, Mountain View, Cupertino yoki o'sha Palo Alto degan joylarni, mahallalarni ko'rsangiz havas qilasiz. Ularning oddiy daraxtini ham, mana biz sada degan daraxtimiz bor, dunyoga yo'q unaqa daraxt. Sada daraxt. Lekin ularning daraxtini ko'rib ham hayron qoldik. Misol uchun o'sha Alisher Sadullayev borib aytdi, o'sha bitta ularning parki bor, o'sha parkida 100 yillik daraxtlar bor-da. 200 yillik undan ham oshiq. Kesilmagan, balandligi 100 metrdan oshiq. Xuddiki bir Avatar kinosini o'sha yerda olganda qildi. Bir daraxtlarni ko'rasiz, tabiatini ko'rasiz, universitetlarni ko'rasiz, shaharni ko'rasiz, hamma shu tadbirkorlik bilan band. Albatta, yerda u joylarda faoliyat yuritish bevosita til bilan, ingliz tili bilan bog'liq bor. Men juda ko'p dasturchilarga parallelni ingliz tili bilan o'rganish, kamida 6-6,5 IELTS olishni tavsiya qilsam, dangasalik qilishadi. Mahalliy doirada o'sha ozgina mablag', shu mahalliy doiradan chiqishlarga, komfort zonadan chiqishga kelishmaydi. Ingliz tili bilish shartmi dasturchi? Men hammadan so'rab yuraman buni. Hammaning fikri har xil. Nafaqat dasturchi. Menimcha oddiy yashovchi ham, oddiy fuqaro ham ingliz tilini bilish kerak. Chunki men afsus qilaman, ochiq gap, mana biz ko'p shaharlarimiz, men o'zim asli Namanganlik, shaharliman. Lekin Namangan shahridan. Namangan shahridan, o'sha mahalladan, inglizdanman. O'sha mahallani mahallani maktabiga borganman. O'zbek tilida o'qiganman. To'g'ri, biz rus tilida uglublyonni bo'lganmiz, lekin nafaqat ingliz tilini, balki rus tilini ham bilish kerak. Har bir tilni bilsangiz, o'sha muloqotda sizda bir kalla ikki kalla yuqoriroq bo'lasiz. Misol uchun mana biz Yevropaga chiqsak yoki xalqaro tadbirlarga borsak, Armanistondan, Rossiyadan, Qozog'istondan kelganlar bilan umumiy muloqot tilimiz rus tili. Yevropalardan, Osiyolardan chiqsa, unda ingliz tili. Hech bir botinmasdan paqillatib gapirishaverasiz. Tanishasiz, boshqa qilasiz yoki mana taqdimotlarda u yoqlarda chiqish qiladigan bo'lsangiz, botinib gapira olasiz. Shuning uchun oddiy mana ko'pchilikka men aytaman, LP'ni Are You Lost on You degan qo'shiq bor-da. Shu qo'shiqni eshitsangiz ham maza qilib eshitasiz. Men yangiliklarni ko'rasiz, Al Jazeera, BBC, CNBC, CNNdan yangiliklarni ko'rsangiz ham maza qilib tushunib ko'rasiz. Chetga chiqsangiz ham hech bir kimdan kamingiz yo'q. Aeroportlarda o'zingiz bilib yo'lingizni topib ketaverasiz, muloqot qilishni bilasiz. Shuning uchun biz o'zbeklar, men Samarqandga kam boramiz, Buxoro kam boramiz, botinmaymiz. Shu gapdan bir haftada bir oyda bir marta gapga borsak, shundan xursand bo'lamiz. To'g'ri, lekin o'rtoqlar chetga chiqaylik. Mana O'sh bor, Xo'jand bor, qo'shnilarimiz eko 1 soat nari beri. Ingliz tilini bilish bu juda ham katta baxt degani mening uchun. Chunki dunyo bilimi, dunyo san'ati durdonalari ingliz tilida davom etyapti. Kitoblar deysizmi, kino deysizmi, musiqa deysizmi, endi to'g'ri bizni musulmon ahliga misol uchun g'ayri dinlarni yoki yevropaliklar madaniyati uncha xush kelishmaydi, xohlashmaydi ularni misol qo'shiqni tinglashga yoki kinosini ko'rishga, lekin mayli kitobi, fan, bilim, fanda bor. Yoki dasturchilar oddiy dasturlayotgan bo'lsa, o'sha dasturlayotgan, yozayotgan narsasini ko'rib ham, bilib ham o'qisa, qanaqa oson bo'ladi-da. Asli ingliz tili uncha qiyin til emas. Ingliz tili bu juda ham primitiv. So'zlarni qator terib chiqsangiz gap chiqaveradi-da. Men o'zbeklik boshqa so'zini o'zgartirib qo'ysa, hammasini okончаниясini o'zgartirish yoki men rus tili shunaqada. Bitta misol uchun nimaga o'zgartirsangiz, hammasi boshqatdan gapirish. Ingliz tili qator terib chiqsam o'zgaradi. Shuning uchun ingliz tilini bilish bu juda katta baxt degan asli mening uchun. Chunki oddiy mana shu yangiliklardan tortib, qo'shiqlardan tortib, chetga chiqsangiz ham sayohatdan tortib, muloqot qilishdan tortib, agar uni bilib ishlasangiz qanaqa yaxshi. O'sha yangiliklarni bilib o'qiysiz, kitoblarni bilib o'qiysiz, tushunib o'qiysiz, bu maza qilasizda. Bir boshqacha tuyg'u. Usmon aka, biz gaplashayotgan soha, biz gaplashayotgan sferada ishlovchilar, bular dasturchilar, bular yoki boshqacha ataymiz developerlar yoki boshqacha ataymiz aytishniklar deyishadi. Dasturchini oddiyroq qilib o'zimiz tilda aytganda, dasturchini
rivojlanish xaritasini qanaqa tasavvur qilasiz? Men har bitta mutaxassisdan so'rab chiqaman, chunki o'zimni podkastlarim bevosita ma'lum kasbga yo'naltirishga ixtisoslashgan va kelgusida men shu kasb egasi kim bo'la oladi, qanaqa qiyinchiliklar uni oldida turibdi, qanaqa etaplarni bosib o'tish kerak degan savol bilan murojaat qilishsa men aniq javob berishim kerak. Shuning uchun men shu ekspertlardan ularni fikrlarini, tavsiyalarini yig'ib yuraman. Siz qanaqa tasavvur qilasiz dasturchini rivojlanish kartasini? Rahmat savolingiz uchun, ajoyib savol. Endi mening uchun dasturlash bu algoritm. Algoritm bu qaysidir o'sha dasturlash tili bor. Bittasi Linuxda, bittasi bunda, misol uchun bittasi iOSda, Androidda yoki qanaqa back office, front office deyishadi. Nimadir vazifalarni bajaradigan dasturlash bu algoritm. Bir qator qilib yozib chiqasiz, misol uchun aytishadi, mana Facebookniki yoki Google'niki 1,5 milliarddan o'tdi, 2,5 milliard qatordan o'tdi dasturlashi deyishadi, boshqa deyishadi. To'g'ri. Endi men dasturlashni shuning uchun biron bir vazifani bajaradigan, oddiy bir yechim yaratadigan, qanaqadir hamma o'zini qismini qiladi. Misol mana dasturlashda solution architecture deyishadi yoki sistemni arxitektor. U nima qiladi? Bitta yechimni ko'radi, o'sha yechimni qaysi dasturlash tilida kim qaysi qismini qiladi deb dasturchilarga bo'lib beradi-da, shu dasturlar qilib bergandan keyin u hammasini jamlab ishga tushirib test qiladi qaysidir bitta tizimda, keyin test bo'lgandan keyin zaливай deyishadi, ya'ni quyib ber deyishadi ikkinchi bir yechimga. Chunki Amerikada o'tirgan buyurtmachi shunga quyib berishadi-da, u keyin tekshirib qabul qilib pulini to'lab beradi. Dasturchi mening uchun shu qanaqadir bir vazifani bajaradigan, nimadir yechimni yaratadigan, o'zini qismini qiladigan bir dasturchi. Endi u qismni bir 10 ta qildi, 20 ta qildi, 100 ta qildi, o'sha sohada as bo'ldi, mutaxassis bo'ldi. Endi uni ko'ziga sekin shakllanishlar boshlaydi meni fikrim. Misol uchun mana buni qo'ysa, mana telekom yo'nalishida men 10 ta bunaqa yechimlarni yaratganman. Endi shu 10 talasidan bir qilib, 3 tasini bir-biriga ulasa, yana ham bir kattaroq yechim yaralishi mumkin bo'lgan o'ziga ko'rinishi boshlaydi-da meni fikrim. Shu paytda u menimcha tayyor bo'ladi-da keyingi bosqichga chiqishga. Chunki qachongacha u qaysidir bir kishidan topshiriqni olib, shu topshiriqni bajarib topshiradi. Topshiriqni oladi, bajaradi, topshiradi. To'g'ri, pulini oladi, balki ko'proq daromad qilar. Shunaqa bir dasturlar bor. Mana Toshkentda Umidjon aka Muhammedov bor. U kishini El yurt umidi degan universiteti bor. Undan tashqari xalqaro IT sertifikatlarni beradigan dasturi bor. Certiport degan tashkiloti bor, adashmasam shunaqa nomlanardi. Ular har xil, misol uchun shu Microsoftdan tortib, IBMdan tortib, Adobe'dan tortib, Linuxdan tortib bir 100-200 yil yaqin har xil mana shu dasturchilarni xalqaro sertifikatlari bor. Uni test kitlari bor. Uni oladida, misol uchun $100 ga sotib olsa, unda tayyorlanib topshirsa, shu sertifikatni olsa, bizning hukumatimiz shu sarfini $100 mi, $50 mi sertifikat turadi, qaytib to'lab beradi, haqqini qoplab beradi. Endi bu degani shu sohani ustasi, sohani bir asi bo'ldim degani. Men dasturchilarimizga aytgan bo'lardim, o'rtoqlar, mahalliy bozordan chiqib xalqaro bozorga chiqishga harakat qilinglar. Chunki sizlar mehnatinglar, misol uchun o'sish nuqtanglar, mana siz savol berdingiz. To'g'ri, mahalliy yechimlardan boshlanadi, oddiy veb-saytdan, ilovadan yoki o'shani nima deydi, Telegramdagi bitta botdan boshlanishi mumkin. Lekin asta-asta mana bagaj to'plangandan keyin, siz o'zingiz sal ishonch ortgandan keyin, mana til bilsangiz, chet ellik dasturchilar, chet ellik zakazchilar bilan, buyurtmachilar bilan muloqot qila olasiz. Ya'niki hozir siz bajarayotgan ish balki siz 3-qo'ldirsiz, 4-qo'ldirsizda. Sizga orada shu 2-3 ta sistemni arxitektorlar yoki boyagi nima deydi, o'rtachilar sizga shu ishni topshirgandir. Endi siz bevosita shu birinchi qo'l bo'lishga, o'sha teparoqga chiqishga, ma'lum vaqt kelgandan keyin shu o'zingiz yechim yaratishingizga, shu boyagi startap yaratishingizga harakat qiling. Misol, agar hozir Namangan bozorida ishlayotgan bo'lsangiz, ertaga Toshkent bozoriga chiqing. Toshkent bozoridagi O'rta Osiyo bozoriga chiqing. O'rta Osiyo bozoridagi SNG bozoriga chiqing. SNGdan keyin Yevropa, Osiyo, Amerika bozoriga chiqing va natijada misol uchun mana hozir bizda Namanganlik ko'p dasturchilar yoki Toshkentlik, O'zbekistonlik, Buxorolik dasturchilar bor. Shu boyaga aytganimiz Silikon vodiysida ishlab yurishibdi. Oilasi bilan ko'chib ketishgan. O'sha Tesla mashinasini haydab, o'sha katta chiroyli kottej uyda basseynlari bor, uylarda yashab yurishibdi. Ishga borib kelishlari, ularni ishxonalarini ko'rsangiz havas qilasiz haqiqatan. Shuning uchun men endi dasturchilarga yo'l deganda men aytgan bo'lardim, til o'rganinglar. Til o'rganib, shu dasturlashdan keyingi bosqichga chiqishga harakat qilinglar. O'sha hindistonliklar bizdan ustunligi yo'q aslida. Faqat ular sal ko'proq mehnat qiladi, shu ustunligi. Shuning uchun men ko'p yoshlarga aytgan bo'lardimki,
ular misol mana men Angliyada o'qiganim borganimda birinchi shu Angliyaga yer nima qo'yganimda 2 marta borganman. 99-yil birinchi marta borganimda, keyin shu o'qishga borganimda bitta auditoriyada o'qiyapmiz. Millatlar turli xil. Xitoy bor edi, Afrikaliklar bor, Braziliya, Yevropaliklar bor, o'sha mahalliy angliyaliklar bor. Hammamiz teng, sharoitimiz teng. Kitobimiz o'sha, domlamiz o'sha. O'sha tilni biladi, men ham o'sha tilni bilaman. Undan kam yerim yo'q. Bitta ustunligimiz bor, ko'proq harakat qilish, tezroq harakat qilish. Misol uchun mana biz ham 1 soat vaqt qilamiz, u ham 1 soat, lekin 1 soatda men ko'proq narsa o'rganishga harakat qilaman. U kamroq. Nimaga? Chunki uni g'ayrat kam, ishonch kam, men kelgindi sifatida, boshqa o'zga yurt sifatida, boshqa vakili sifatida undan ko'ra ko'proq harakat qildim. Nimaga? Chunki biz dunyoda bozorimizni o'zimiz joyimizni egallashimiz kerak. Bizni asli qonimizda bor. O'sha algoritm so'zi bizni hamyurtimiz o'sha Al-Xorazmiy nomidan olingan. Algoritm so'zi. Biz asli asoschilarmiz o'sha ko'p narsalarni. Endi ular bizdan ko'ra o'z vaqtida sal ko'proq harakat qilib ketib, o'sha dasturlash tillarini ular yaratib qoldi. Linux, C++ yoki Sharp, Python ular yaratgan. Asli o'shani agar biz o'sha mahkam bo'lganimizda, mana hindistonliklar hozir mahkam, ko'p tashkilotlarning rahbari, IT kompaniya rahbari hindistonliklar. Biz qachon bo'lamiz? Faqat harakat, bitta narsa ko'proq harakat qilsak bo'ladi. Harakat qancha tez, sifatli bo'lsa, shuncha tez erishishimiz mumkin. O'sha C+ yoki Python degan dasturlash tili Al-Xorazmiy yoki bir Muhammadiy yoki bir narsa degan tillar bo'lish kerak aslida. Balki o'zbek tilida yozilgan bo'lishi mumkin edi o'sha tillar, lotin alfavitida. O'sha dasturlash tilini biz yaratardik. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, o'rtoqlar, yoshlar, bu Namangan, bu Toshkent, bu hovli, uy joy bilan chegaralanmaylik. Haj bilan Emirat yoki nima deydi, o'sha Istanbulga borib chegaralanmaylik. Dunyoni egallaylik, dunyo fuqarosi bo'laylik. Biz hech qatdan hech kimdan kam yerimiz yo'q aslida. O'sha dasturlash tilini biz yaratishimiz kerak edi. Ular bizni dasturlash tilimizda ishlash kerak edi. O'sha yarim o'tkazgichlarni biz qilishimiz kerak edi vaqti kelib. Biz o'shalarni hammasini boshda turib, chunki bizni qonimizda bor, bizni genimizda bor, hujayramizda bor shu narsa. Shuning uchun biz ko'proq mehnat qilaylik, ko'proq harakat qilaylik. Agar kimda kim o'ylasaki, misol uchun o'sha hindistonliklar bizga o'xshab qo'ya havas qilib, ertalab turib choy ichib, hali borib, bola chaqa qilib, mashina haydab, ya'ni o'ynab kulib shu narsaga erishgan desak, xato qilamiz. Bilingki, qayerda natija bo'lsa, o'sha joyda qurbonlik bor. O'shalarning oilasi bo'lmagan, ota-onasini vaqtida xizmat qila olmagan, armonda qolgan, o'shalarning bolasining tarbiyasi buzilgan, o'shalar ham haligi sog'lig'ini yo'qotgan kamida-da, shu natijaga erishish uchun. Shuning uchun endi men aytmoqchimanki, hali biz ham shunaqa qurbonlik beraylik demoqchi emasman. Men aytmoqchimanki, shunaqa bir harakatdan cho'chimaylik, tavakkaldan cho'chimaylik o'rtoqlar, tavakkal qilaylik. Shu yurtlarga boraylik, o'qiylik ko'proq, harakat qilaylik. Ular ham bizga o'xshagan odam. Hech qanaqa kam yeri yo'q, faqat shu ko'proq harakat qilyapti, bizdan ko'ra qurbonlik berishdan cho'chimayapti. Menda ham shu og'riq bor edi, shundan kelib chiqib shu IT kompaniyamizni, o'quv markazimizga algoritm deb nom berganmiz. Ko'pchilikni qayerdan topgansan bu nomni algoritm? Shu mahalliy aholi, ko'p o'quvchi yoshlar ham so'rashadi. Al-Xorazmiy bobomiz nomlaridan fanga qolib ketgan atama bu O'zbekistonda qolgan bu atama. Hamma harakat, hayotimizda turgan hammasi algoritmdan iborat. Harakatlar chizib, yozib qo'yilgan. Ibtido, intiho, juda ham go'zal chizilgan algoritmlar bor. Tabiiy hayotdagi algoritmlar deb tushuntiramiz. Usmon aka, bizning vaqtimiz biroz chegaralangan. Siz bilan suhbatlashsak, qaniydi yana juda ham ko'p mavzularimiz bor. Biz xudo xolasa alohida tadbir qilib, yoshlarga bitta kichikroq forum qilib taklif qilmoqchimiz. Ayni startap mavzusi bo'yicha, chunki ularni startap ochish bo'yicha men bir tadbirda slaydingizni ko'rgandim. Juda ham tizimli holatda tahlil qilib, unga yondashuvlar, analizlar, oldindan bozor o'rganib kirib borish va undan keyin uni boshlash bo'yicha bir mexanizmlarni ko'rsatgandingiz. Shularni bir kengroq siz bilan ko'rib chiqamiz, xudo xolasa tadbirda. Kichkina forum qilish niyatimiz bor IT Park bilan hamkorlikda. Suhbatimiz yakunida yoshlarga demak tilaklaringiz, tavsiyalaringiz. Rahmat. Yosh dasturchilarimizga, vodiylik, toshkentlik, vohalik yosh dasturchilarimizga o'zingizni bir eng zarur tavsiyalaringizni bersangiz. Rahmat. Avvalambor men shu ishlarni amalga oshirayotganingiz uchun sizga rahmat aytmoqchi edim. Mana shunaqa podkastlarni qilib, odamlarga savol berib, shu odamlarga bir foydali kontentlar yaratishga harakat qilayotganingiz uchun. Ikkinchi meni lol qoldirgan, taassurotlangan narsa siz o'quv markazi ochganingiz. O'zi dasturchilik qilib, boshqalar qilib pul topmayapsiz-da, dasturlashga o'rgatyapsiz yoshlarni.
Bu juda ham katta narsa, chunki mana sizga o'xshagan dasturchilarni tarbiyalasangiz, ular vaqtiga kelib, keyin o'z yo'lini topib, o'sha katta ishlarga asoschi bo'lib, bosh bo'lib chiqib ketishadi nasib. Shuning uchun sizni hamma qilayotgan ishlaringiz uchun katta rahmat deyman. Chunki o'zim sohada bo'lib turib, ko'rib turib, qani shunaqa maktablar bo'lsa, shu 10 ta, 20 ta, 50 ta, 100 ta bo'lsa, qani edi. Sizga o'xshagan akalar, misol uchun Shavkat akadan bir 10 ta bo'lsa, kiyib tashardik. Shaharni bir misol uchun dasturchilarga to'ldirib tashardik. O'sha dunyoni mana degan dasturchilar o'zbekistonlik, o'zbek yosh yigitlarimiz bo'ladi. Men endi yoshlarimizga aytgan bo'lardim, mani yoshim 50 ga kirdi. Men 25 taga yaqin davlatga bordim. Har yili mana nima qilaman, u yoqlarga chiqib shu o'zgarish bir sayohat qilish harakat qilaman. Izlanishdan charchamasliklarini men so'ragan bo'lardim. O'zlariga ishonishlarini so'ragan bo'lardim. Biz hech kimdan kam yerimiz yo'q. O'zbek degani bizni rang ro'yimizga qaramaslik kerak. Misol uchun men nima deydi, mahalladan chiqqanman yo qishloqdan chiqqanman yoki biron nima bilmayman, qamag'olman, imkoniyatim yo'q, to'g'ri. Hamma ham nimadandir boshlaydi. Hech kim misol uchun mana bir millioner bolasi bo'lib o'zicha nabarot, millioner bolasi uni dadasini kasodga uchratganlar qancha ota-onasi. Shuning uchun men yoshlarimizga aytgan bo'lardim, o'rtoqlar, qayerdan chiqqaningiz, kimligingiz muhim emas. Muhimligi sizning sog'ligingiz va harakatingiz, o'zingizga ishonchingiz. O'ziga ishoning, harakat qiling, tilni o'rganing, dasturlashni o'rganing, ozgina mehnatdan cho'chimang, halol bo'ling. Natijada menga o'xshab birinchi bor Toshkentga chiqasiz. Toshkentdan keyin yana yangi imkoniyatlar ochiladi. Kelajak sizniki. Biz mana 50 ga kirgan bo'lsak, bir yana 10 yil umrimiz qolgandir, shu foydali bir kishiga ta'sir ko'rsata olagan. Undan u yog'iga sog'lig'imizga qarashga menimcha o'tamiz-da. Shuning uchun hali butun kelajak siz oldingizda. Kelajak sizniki. Siz o'zingizni shunaqa bilingki, siz o'sha atrofingizdagi raqobatchilaringizni ko'ring avval. Mana sportga o'xshab. Sportda nima bo'ladi? Vaqtiga kelib mana final bo'ladi yoki sovrinli qanaqadir nimalar bo'ladi, tanlovlar bo'ladi, shunda qatnashasiz, ringga chiqasiz. Ringda faqat siz bilan u bo'ladi, raqibingiz bilan siz. Siz ham xuddi o'zingizni shunaqa biling-da. Mana hozir men o'qiyapman, lekin sizdaqa o'qiyotganlar ko'p. Qo'shni yurtlarda, Xitoyda, Osiyoda, Yevropada, boshqa qit'alarda o'qiyotganlar ko'p. Shuning uchun siz harakat qiling, men undan ko'ra ustunroq bo'laman, kuchliroq bo'laman. Meni vazifam bu. Meni yurtim, ota-onam, farzandim, xalqim menga shu qarab turibdi. Siz o'zingizga ishoningda, ko'proq o'qing, ko'proq harakat qiling. Dunyoni chegarada biling. O'zingizni hech kam bilmang hech kimdan. Harakat qiling, nafaqat Toshkent, O'zbekiston, nafaqat biz O'rta Osiyo, balki o'sha Silikon vodiysida mana degan yurtlarda biz o'shalarga borib yashashga haqqimiz bor. Biz o'shalardagi ne'matlardan foydalanishga, o'shalardagi misol uchun oddiy insoniyatni baxt saodatini borib biz ham o'shadan boshimizdan o'tkazish, o'sha hayotlarga biz ham layoqlimiz. Faqat buni o'zimizga ep bilib, ko'proq harakat qilib, ko'proq chiqishimiz kerak. Shuning uchun men yoshlarimizga aytgan bo'lardim, bizning xalqimiz yosh. Mana hozir Xudoga shukr, hukumatimiz sharoitni juda ham yaxshi qilyapti. Mana hamma viloyatlarda IT parklarimiz bor. Binolar quryapti, yoshlar ishlari agentligi yoki vazirliklar, qolgan mana oliy ta'lim vazirligi, fan yo'nalishida universitetlar ochilyapti, mana juda ko'pdan ko'p. Harakat qilganga imkoniyat bor. Mana yaltiting, nazarga tushasiz. Mana nimaga hamma tilloni yaxshi ko'radi? Chunki qimmat, yaltiraydi, chiroyli. Siz ham tillo bo'lishga harakat qiling, yaltiting, ko'zga nazarga tushasiz, o'z navbatda yo'lingizni topib chiqib ketasiz. Mana shu yoshlarimiz ko'proq shunaqa agar chaqiruv chorlab bergan bo'lardi. Usmon aka, odatda biz podkastimiz mehmonlari bilan bliz savollar bilan albatta ularni ozgina sinab ko'ramiz. Qabul. Siz bilan ham bliz savollar boshlaymiz. Birinchi startap g'oyangiz qanaqa bo'lgan? Men amalga oshganmi? Afsuski amalga oshmagan. Hozir ham shu g'oyani tashib yuribman. Men shu gullardan portret yasaydigan bir startap o'ylamoqchi bo'lganman. Hali ham o'ylab yuribman. Nafaqat guldan, balki o'sha kim nimaga qiziqsa, mashina, dollarga qiziqsa, dollar shulardan portret yasab, oldin kichkina pikseldagisini yuborib ko'rasiz, keyin pul to'lagandan keyin katta pikseldagisini tashab berish startap g'oyam bo'lgan. Buni qayerdan olgan desangiz, shu Buyuk Britaniyani qirol nimasi, malikasi Diana bo'lgan. Diana 97-yilda shu mudhish hodisa orqali halok bo'lgandan, baxtsiz hodisadan halok bo'lgandan keyingi yil 1 yillik nimasida men Angliya elchixonasida ishlaganimda shu Dianani Times degan gazetani vkladishida bitta sahifasini shu Dianaga bag'ishlanganida gullardan rasmini qilishgan ekan. Shu ko'rsangiz faqat gullar, bundoq tashqariroq chiqsangiz nimasi shakl bo'lardi. Mana shunaqa bir startap qilaman deb bir paytlar o'ylaganman, lekin amalga oshmagan. Startapda eng muhimi nima? Ideyami, komandami, investitsiyami? G'oyami, jamoami, investitsiyami? Startapda menimcha eng muhimi bu shu asoschilarning ishtiyoqi. Asoschilarning qat'iyati, asoschilarning mehri deb bilaman. Mehri, tushunarli.
Chunki men aniqlik kiritsam, nimaga buni men mehr deb yoki ishtiyoq deyapman? Chunki har qanday zo'r g'oyani ham jamoa amalga oshiradi. Agar shu amalga oshirmasa, mehri so'nsa, ishtiyoq so'nsa, g'oya amalga oshmaydi. Startapni qachon boshlash kerak? Qaysi etapda ya'ni? Startapni qarang, men aytgan bo'lardim, imkon qadar ertaroq boshlash. Agar maktabda bo'lsa, maktabdan boshlasin. Nimaga? Chunki bu startap boshladi degani bu darrov muvaffaqiyatga erishib ketdi degani emas. Hammadir baribir nimadandir qachondir boshlaydi. Qachon erta boshlasa, qachon ertaroq bozorga chiqsa, qachon ertaroq mijoz bilan ro'para kelib, o'zini imkoniyatini tekshirsa shuncha yaxshi. Yangi startaplarni boshlashda eng ko'p takrorlanadigan xato. Eng ko'p takrorlanadigan xato bu o'zi xohlagan narsani yasab qo'yish. O'zi xohlagan. Endi to'g'ri, o'zi bilgan, tushungan narsasini yasaydi, lekin shu startapda ilmiy yondashuvlar bor, qanaqadir uslubiy yondashuvlar bor. Shu uslubiy yondashuvlardan foydalanib, mijoz xohlagan, mijozi muammosini yoki uni ehtiyojini qondiradigan va natijada pul topsa bo'ladigan narsani yasagan muhimroq. Chunki startap bu har holda ommalashadigan, takrorlanadigan biznes model, pul topish kerak u. Agar siz hunarmand yoki san'atkor bo'lsangiz, to'g'ri, siz san'at asarini yasaysiz. Hunarmand sifatida bir o'z qo'lingizdan kelgan narsani yasaysiz. Lekin u faqat bitta bo'ladi, noyob narsa bo'ladi. Startap bu ko'proq endi ommalashadigan bo'lish uchun bu o'sha ommaning muammosini yechishga, ommaning ehtiyojini qondirishga qaratilgan bo'lish kerak edi. MVP tayyorlash odatda qancha vaqtni oladi? 1 oy, 3 oy, 6 oy muvofiqan. Endi MVP deganda biz nimani tushunamiz? MVP bu eng kichik ishchi model. Qaysidir bitta gipotezani, bitta savolga javob beradigan yoki bitta o'sha gipoteza, taxmin yoki farazni hal qilish, yechadigan bir yondashuv deb bilishimiz kerak MVP ni. Endi MVP ikki xil odatda tushunishadi. O'sha bittasi farazlarni tekshirish, gipotezani tekshirish uchun amalga oshiriladigan harakatlar ketma-ketligi bo'lsa, ikkinchisi bir ishlanmani, qanday bir startapni boshlang'ich holati. Nimadir yasab ko'rib, shuni bajara olishlik olmasligini yoki bir kishini muammosini yoki ehtiyojini qondiradigan bir darajaga olib chiqib bir ishlanmani ko'rsata olish holatiga ham MVP deyiladi. Uni muddati qancha? Endi muddati men aytgan bo'lardim 3 oy. 3 oy. 3 oydan 100 kundan ortmaslik kerak. Chunki agar siz 100 kundan orttirsangiz, u doim sabab chiqaveradi. Bir narsasi kamga o'xshab ko'rinaveradi, natijada siz hech qachon ishga tushirmaysiz. Shuning uchun men даже 3 oy emas, 1 oy degan bo'lardim. Bir payt o'zida bitta masalani yechadigan narsani harakat qildingizmi, amalga oshiringda, ikkinchisiga o'ting, uchinchisiga o'ting, to'rtinchisiga o'ting. Tezroq harakat qilish kerak. Chunki agar odam mukammallikka erishaman desa, hech qachon amalga oshirmaydi, hech qachon ishga tushirmaydi bu narsani. Startap boshlagan shaxs uchun eng zarur ikkita ko'nikmani ayting. O'ziga ishonch, va harakatdan toymaslik. Qat'iyat. Chunki o'sha kimdir o'ylaysiz, uni puli bor, sharoiti bor, tashkiloti bor, aqlliroq yo'q. Men o'qigan paytim gilamda to'mpay yotib o'qiganman. Meni joyim bo'lmagan, masalan, men haligi xonam, ichida sanuzili bor dushlarim yoki noutbuklarim, bir narsalarim bo'lmaganda, men hech qachon bunaqa narsaga misol shikoyat qilmaganman. O'sha sharoitdan kelib chiqib, o'sha sharoitda foydalanib, o'sha paytda harakatdan so'nmaganman. Men ham shuni aytgan bo'lardim. Siz eng yaxshi ko'rgan startapingiz? Ajoyib savol. Men eng yaxshi ko'rgan startapim bu menimcha Yandex bo'lsa kerak. Yandex. Nima uchun? Nima uchun? Chunki juda ham user interface yaxshi. Shu kirdingiz, aytgan narsangizni joyidan topa olasiz. Hech qanaqa ortiqcha narsa yo'q, oddiy. Hisoblarni buni bossiz, hammasi oddiy qilib yoningizga qo'yib qo'ygan. Shuning uchun men ko'pincha startapchilarga aytaman, shu Yandexga o'xshagan mahsulot yarating yoki Telegramga o'xshagan mahsulot yarating yoki mana hozir Booking.com degan narsa bor yoki boshqa mukammal startaplar bor shularga. Oddiy даже mana hatto deyman, shu ruschada uzr, harfini, fonini, rasmlarini, rangini ham shunaqa tanlaydi. Nimaga? Chunki odamlarga qabul qilishga osonroq bo'ladi. O'zbekistonda oxirgi 2024-2025-yilda yaratilgan startap qaysi biri sizni ko'proq hayron qoldirdi, sizni hayajonlantirdi? Meni ko'p hayron qoldirgani bu Bills degan bir yechim, o'sha Usel'da ishlab chiqqan Rustam degan yigit bor. O'sha biz buni ko'pincha mentor qilib, tracker qilib taklif qilardik dasturimizga. U yaqinda shu turkiyalik hamkasblar bilan, hamkorlar bilan birlashib juda ham kuchayib ketdi hozir. Turkiya bozorlariga, tashqi bozorlarga chiqyapti. Savdoni ro'zinchni торговля deydi, chakana savdoni boshqaradigan bir tizim yaratgan. Mukammal tizim yaratgan. Juda ham mukammal. Ko'rsangiz, har bir masalaga joyini topgan. Natijada uni ichida scoring ham bor, boshqasi ham bor, squad ham bor, boshqasi hammasini juda ajoyib yaratgan. HR ham bor, hammasi bor. Shuning uchun menga juda lol qoldirgani korzinkaga yozib, SAP yozib bergan adashmasam, korzinkaga undan ham yaxshiroqmi? Endi qarang, SAP bu nemislar tarafdan yillar davomida shakllantirib kelgan yechimda, u takomillashib kelyapti. Lekin
SAPga o'xshagan yechim, faqat u kichikroq hajmdagi. Oddiy mana do'konlar, bozordagi do'konlar yoki mana tarmoqlar bor. Hozir mana havas degan tarmoqlar yoki boshqa supermarketlar tarmog'i chiqyapti, qurilish mollarining tarmog'i chiqyapti yoki mashinalarning bozor tarmog'i chiqyapti. Shunaqa tarmoqlarni boshqarishga ko'proq mo'ljallangan yechim. Chunki mana oxirida men hali ommaga chiqmadi, eshitishimcha qanchadir foizini sotgan va millionlab dollarga sotganda. Hozir men Rustamni bemalol aytaman, multimillioner shu yigit. Startap orqasidan. Startap orqasidan oddiy yechim. O'sha u ham 4 ta 5 ta bola bilan boshlagan. Hozir menimcha bir 25 ta 30 ta dasturchi ishlayotgan. Shu oddiy ofisda, shu Chorsi tarafda nimada o'tiradi, Qorasaroy tarafda ofisi. Lekin multimillioner уже. Menimcha bir 10 milliondan oshiq aktivga ega bo'lsa kerak hozir shu yigit. Katta rahmat. Bu blitz savollarimizga javoblaringiz ham juda ham foydali bo'ldi biz obunachilarimizga. Usmon aka, Alloh umringizni uzoq qilsin, kuch-quvvat bersin sizga. Yoshlarimizga startaplarni boshlashda to'g'ri maslahat berib, ularga motivatsiya berishdan charchamang. Xudo xohlasa yana suhbatlarni davom ettiramiz. Vaqt ajratasiz degan umiddamiz va ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat sizga. Rahmat. Men o'ylayman, suhbatimiz kimgadir bir kishiga agar fikrini o'zgartirishga, bir qarorga, boshqasiga agar hissa qo'shgan bo'lsa, men xursand bo'laman. Iloyim yuzimiz yorug' bo'lsin, manfaatli bo'lsin. Bundan buyog'iga ham shu umrimiz yetgancha, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Rahmat taklifingizga. Hammalarga rahmat. Shu suhbatimizni ko'rganlarga fikrlaringizni yozing. Agar sizga hozir aytgandek Usmon aka bir sizga bir motivatsiya hosil qilish, startaplar, ITni o'rganish shu sferada bir o'zingizni sinab ko'rish yoki o'zgartirishga sababchi bo'lgan bo'lsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Keyingi postlarimizda dasturchilarning rivojlanish xaritasi va ularni startaplar boshlash bilan bog'liq ketma-ketligini yanada chuqurroq bir tavsiyalar bilan suhbatlar qilamiz. Salomat bo'lasizlar. Rahmat. Xo'p, uzr